Voy, qanaqa shovqin bo'ldi вообще. Voy, kompyuterim qotyaptimi? Barchaga salom do'stlar. Meni ismim Jimmy demoqchi edim, tushunmadim. Bu nimasi bo'ldi? Bolla. Oh my god, bolla. Kim kelyapti? Kimga shuncha bu narsalar? Oh my god, lan chiqaychi bu. Tushunmadim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga pul bilan kelyapmiz. Nimaga bu? Nimaga meni uyimni yoniga mana bunday? Yo'q, meni qo'shnim qani? Qo'shningiz meni ko'rmayapsizmi? Yo'q, qo'shni nima qilayman bu uyni? Senga juda ham ko'p pul taklif qilishyapti. Uyingni sotma, sotib yubordim. Endi shaharga ketaman. Siz ham shunday qilsangiz juda ham ajoyib to'g'ri tanlov bo'ladi. Yo'q, qanaqa pul? Oh my. Qaranglar pullarni. Yo'q, rahmat, men hammasi yaxshi. Iltimos, bizni sotmasangiz bo'lmaydi. Hozir prezident keladi. Yangi prezident bo'ldi. Nimaga mana bu yerdan o'tsanglar bo'lardi-yu, hech kimga ziyon qilmasdan. Eng ziyon qilmaydigan yer shu ekan. Iltimos, gapni aytganini qiling. Qisqasi mana shu pullarni oling va keting. Nima gapni aytganini qiling? Nimalar deyapsiz? Вообще men boshimni ortmayman. Janob, merdan biz shuni sotib olmoqda biz. Sizning yuzda nima qilishni bilamiz. Hech qanaqa anavi qilolmaysizlar. Mana hujjatlari menda. Qani hujjatlar qayerda? Ko'rsatmayman. Hujjatlarni hozir olib qo'ymasdan bola o'zim hujjatlarni olib qo'ymasam, ular hozir bilmadim nima qilmoqchi. Hozir pullarimni ham olaman. Pullar bilan menga nima qilmoqchi bo'lishyapti? Ular hozir ko'rsatib qo'yaman. Menga yaqinlashsin, hujum qilaman bularga. Ay, Nurson, hozir qo'ylar. Bunday. Nima bo'lyapti? Qo'lingizni tushiring. Nima bo'ladi? Jimmy, qurolingni tushir. Mayli. Oddiy o'yinchoq quroldi. Qisqasi men buni ololmayman, uzr. Nimaga? Men uyim o'zimga qadrli, bera olmayman. Jimmy, bergin, ko'proq pul beryapti-ku. Yo'q, uzr. Bo'lmasa men hozir mer bilan gaplashib ketsam bo'ladimi? Mayli, albatta. Hop. What the hey bolla, вообще sizlar tushunmadim. Qanday o'tamasizlar aralaringizdan? Вообще yo'q. Oxiri ko'rinmaydi-ku bolalar. Men вообще umuman hali bormayman. Mana shu yerdan o'tib ketaydi hozir. Mana shunday. Oh my god, bolalar bu qaranglar shunchalik nima qanaqa prezident kelyapti? Yo'q, orqada ham shuncha. Hozir ko'rib olaydi. Voy, asta. Bu yangi kafelmi nima? Hech nima bo'lgani yo'q. Mayli. Bu nima? Bu Spectre Races Spectre Power bir nima qisqasi. Mayli. Mer. Voy. What the? Oh my god. Mani o'ldiraveradi. Voy, yolg'onchilar. Mana o'ldirmoqchi bo'lishdimi? Bolalar bu juda ham yomon. Yaxshi ham bilmay qoldim. Voy, yo'q, o'lmay. Hoppa. Yaxshi. Voy, nimaga o'zim tushdim mana shu yoqqa, endi qanday chiqaman endi? Aslida menga mana bu narsalar bor edi, hujjatlarim o'zimda. Hujjatlarim qo'l bo'lgani yo'q, cho'ntagimda edi hujjatlarim. Hop. Mana shu yoqdan shunday qilib chiqamiz hozir. Mana bunday qilib chiqsam bo'ladi-yu, bolalar. Hoppa, yaxshi. Bunday qilamiz va hoppa. Hali ko'rsaman men bularga, men bilan o'ynashdi. Qol. Ehtiyot bo'lish kerak bu odam, boku. Qolsin-da hammasi. Qurban bo'lmaydi. Mer, assalomu alaykum. Jimmy, yaxshimisan? Yaxshi. Mer, qarang, mana bu yerda nimalar bo'lyapti? Qisqasi, prezident kelyapti. Sen yaxshilikcha uyingni sot, men qishloqni sotmoqchiman. Yo'q, mer, nimalar qilyapsiz? Bunaqa qilmang, axir qishloqimiz zo'r. Siz qo'shilmang, merda ishiga, kattalanishiga burun suqmang. Nima tushunmadim? Bu qishloq merdiki, lekin men merda maslahatchisiman. Qachondan, Jimmy? Nima aytyapman-da? Qancha pul? Oh my god, buncha pul. Yo'q, baribir ham bo'lmaydi, mer. Men sizga maslahatim, sotmaganingiz yaxshi, chunki buni qarang, juda ham ajoyib qishloq bizning qishlog'imiz, bilasiz, eng zo'r qishloqlardan biri. Bilaman, Jimmy, lekin yangi prezident mana shu yerda o'tish kerak va bu yerda eng zo'r joy qurmoqchi. Iltimos, shuni beraylik.
Mer unaqa qilmang, bu pullarga uchmang, mer. Axir bo'lmaydi bunaqa ish qilsangiz. Sizni admin bekorga mer qilmagan, umidini so'ndirasiz pulni deb. Jimmy to'g'ri aytasan lekin. Nima, admin endi hozir nafaqaga chiqqan, yangi admin qo'shilgan. U admin indamaydi. Nima nima deganingiz? Nafaqaga emas, nima desam bo'ladi? Ishqilib ta'til olgan bir oyga. Bir oydan keyin nima qilasiz, mer? Bilmadim. Jimmy to'g'ri aytyapsan lekin. Janob, buni gapiga quloq solmang. Sotgandan keyin soting bo'ldi. Sizda hujjatlaringiz qani? Nima, uyimnimi? Albatta. Uyimning hujjatlari bilmayman. Hujjatlari yo'qmi? Demak, bizni qo'limizda u. Hazillashdim, mana hujjatlari bor. Yaxshi. Nima, shunchalik ko'p pul kerakmi sizga? Yo'q, menga unchalik ko'p pul kerak emas. Prosta men sotish niyatim yo'q, qishloqni ham sotmaylik deyapman merga. Siz uni aynitmang, yo'qoling, ko'zimga ko'rinmang. Voy. Mer nima qilayman? Jimmy o'zingni polizdan ishlaring qilib kelgan oldimga gaplasha olamiz. Voy, shada ham polizlanishi, jonim yetadi, bok polizlanishi. Voy, mana buni bir yopib qo'ymasam bo'lmaydi, chunki ichimga oz qoldi. Qo'lim bilan qilib tashlaganim yaxshi bo'ldi. Hozir boki bunaqa situatsiyada bilmayman nima qilsa bo'ladi, bola. Mu qaranglar, shunchalik ham ko'p odam keladimi? Qanaqadir televideniyalardan kelgan mani polizimni ham buzishga ulgurgan bular, bilmayman, boru. Вообще, bularga tushunib bo'lmay qopti, boka. Mayli, nima qilsa qilsin. Qani nima qilishar ekan? Qayergacha borishar ekan? Bu odamlar, bu qishloqlar. Politsiyani ham qo'shgan, politsiya qani kim qachon yangi prezident bo'ldi? Qachon men bilmay qoldim, qachon saylov bo'ldi? Вообще, adminchi, prezidentdan ham katta odam admin bo'ladi, bola bilsanglar agar. Admin prezidentni ham boshqara oladi bolalar. Chunki sababi Minecraftdagi admin barcha narsani qila oladi bola. Minecraftda yana hayotda bunaqa deb o'tirmaylar bola. Hayotda prezident eng baland bola. Okey. Hop, pistoletimni olib qo'yganim yaxshi bola. Okey. Mer menga suiqasd qilishmoqchi bo'ldi. Mana bu yerga tushib ketishimga oz qoldi. Nima, yo'q, kim qildi? Kim qilganini bilmayman-da, xuddi bir sizlar qilganlaringizni ko'rinib turibdi, hujjatni olmoqchi bo'lgansizlar mendan. Yo'q, isboting bormi, daliling bormi, kamera bormi? Eshitma yo'q, lekin bor, sizlar qilganlaringiz bilinib turibdi. Jimmy bo'ldi, sen aytishma, bo'ldi, sotmaslikka qaror qildim. Voy, ajoyib, zo'r ish qilyapsiz, boki lekin. Вообще berish ham xatoda bularga. Okey, mayli, ana. To'g'ri aytasan, lekin bilmadim, hozir prezident o'zi ham kelib bizga gap tegmasmikan? Yo'q, qo'rqmang. Admin bor, adminga telefon qilaman, birdan ta'tildan kelishi mumkin. Admin axir meni yaqinim. Ajoyib. Jimmy, zo'r aqlli bo'lasan. Aha, rahmat. Nima, admin yaqiningizmi? Ha. Iltimos, bu bo'lgan ishlarni aytmang. Men bo'shab ketish niyatim yo'q. Bilmadim, o'ylab ko'raman. Bu pullaringizni olib yig'ishtiring, to'xtang. Rasmiy olaydi. Mer, siz olmayman deb jahl qilib turing. Jimmy, yaxshi. Hoppa, ana rasmga oldim. Ana endi ko'rasiz, poraga ushlandingiz, tushundingizmi? Bu pora deyiladi bu. Nima, qanaqa biza sotib olmoqchi biza? Yo'q, unaqa emas. Bo'ldi, men ketyapman, mer. Mayli, Jimmy, zo'rsan. Mayli. Hozir menga suiqasd qilishmoqchi bo'lganlarni ham rasmga olaman. Mana shu yerga chiqib qilaman bo'ldi. Okey, mana bu yerlarga buni qaranglar. Nima desam bo'ladi? Bardak bo'lyapti, bor bolalar. Siz ana, okey. Hop, menga pul bilan kelganlarni ham olishim kerak, bor-ku. Okey, mayli. Mana yaxshi, opayna yaxshi. Janob, nimalar qilyapsiz? Nimaga rasm olyapsiz? Nima, rozi bo'ldingizmi? Yo'q, rasmga rozi bo'lganim yo'q. Bu pullaringizni yig'ishtiring, xo'pmi? Sen qishloqqa, sen pulni deb uyingni sotdingmi? O'zing qanchadan beri ota-bobolaringni uyini? Qaqla, Jimmy, bu ota-bobolarim qanaqa nima deyapsan? O'zi yaqinda ko'chib kelgan bo'lsam. Menga umuman farqi yo'q, вообще bo'lmagan narsa. Mana bolalar, men qaranglar, vatta. Bolalar, shunchalik ham bardak bo'ladimi? Kameradan to'sh sindiryapsan. Aysen gapirding? Aysen gapirding? Men qaranglar, bolalar, вообще oxiri yo'q. Oh my god, bolalar, вообще yo'qotinglar. Nimaga buncha qishloqqa yop, hammang ovozingni buni qaranglar gapirishini. Voy, вообще bor, iltimos, sizlar boru boshqa joyga ketganlaringiz ma'qul. Bunday qilib o'tirganlaringiz ma'qul. Okey, so'ringlar botdan. Siz hali yaxshi ish qilmayapsiz, prezidentga javob berasiz. Voy. Axir menda admin do'stim bor. Nima, adminning do'sti iPhone 7 ishlatadimi? iPhone 10 ishlatmaysanmi?
iPhone 16 mi? Yaqindagina iPhone 17 chiqdi. Ve senga nima farqi bor? Admin do'sti qanaqa telefon ishlatadi? Mana bu pullaringni hammasini olib yo'qol olimdan ko'zimga ko'rinmanglar. Keyin mana shugina pul bilan ma'allamoqchi bo'ladi. Ya, mana qishloqda turadi deb shunaqa o'ylayapti-da. No, bolalar nima shu? Aldanib qoladigan bolaga o'xshayapmanmi bolalar? Hozir pullarimni olib kerak bo'lsa jang ham qilib qo'yaveraman bular bilan. Boki вообще o'yin qildi bular. Okey, hozir istaylar-da hop. Mana yoqdan o'tib ketday, sanani kamerangga. Yo'qol o'zing ham, kamerang ham. Mana bu yerga o'tir-da. Tushundingmi mana? Mana shu yoqqa o'tir. Siz kim bo'lsangiz ham qovun tushirdi TV kanaliga video olishim kerak. Nimaga siz menga to'sqinlik qilyapsiz? Menga umuman farqi yo'q, tushundingmi? Mana yo'limni to'smalaring, mani uyimni oldimga o'tirib olganing qara. Uxlagani qo'ymadilaring. Soat necha bo'ldi? Soat endi 8 bo'lyapti bolalar. Nima 8 dan o'tirib olgansizlar? Prezident qachon kelar ekan? Prezident soat 12 ga keladi. Oh my god, bu turishlaringiz boki вообще. Sani ham rasmga olayda. Oppanya. Nimaga? O'shanga. Qisqasi, hamma narsalaringizni yig'ishtiringlar, boshimni ortmanglar, вообще boki sizlar bilan gaplashish. Bilmadim. Bolalar, bularni qanday haydash bilmayapman. Sizlar bu kommentariyada yozib qoldiringlar-da. Qanday haydasang, mana Jimmy qara. Mana shunday qilsang hammasi yo'q bo'lib ketadi. Mana shunday qilsang qamalmasdan bularni yo'q qilishing mumkin desanglar, bolalar menga maslahat bersanglar, juda ham ajoyib bo'lardi. Bolalar axir bularni otib bo'lmaydi, chunki bolalar noqonuniy ochiq bolalar. Bular hali menga hujum qilgani yo'qdi. Hujum qilganda o'zimni himoya qilish maqsadida bularga kuch ishlatishim mumkin. Lekin bolalar hozir meni kuch ishlata olmayman, lekin o'zimni himoya qilib turib ham kuch ishlatib bularni mabodo yo'q qilib qo'ysam, rasvo bo'ladi hamma narsa. Bolalar, qisqasi o'ta bolalar bunchalik ko'pligiga qaranglar-da. Bularga nima bo'lgan? Uyimni ustidan bosib ham ketmabdi, yaxshi, sal insofli ekan. Bir ikkita yuzi bilan ko'raman, uylarini yo'q qilib tashlaydi. Ana katta odamlar nimaga unaqa qiladi bular bilmayman, boki. Mayli, bular bilganini qilib tursin-da, hozir menga suiqasd qilganlarni ham topaman-da. O'zini mana shu yoqqa cho'ktiraman. Qaranglar, bolalar tushib ketsanglar, вообще-da, bolalar, men tushib ketdim. Suvni tubiga tushganim uchun uncha menga ta'sir qilmadi, lekin baribir ta'sir qildi. Ozgina mana bu yerim shilindi. Mayli, chiqsa yonma ham qilardim. Bani bularni olib qo'yishim kerak, portlab ketish ehtimoli bor. Bular ham ulardan yana yangi kafelda bosib ketibman mana. To'pboy, mana asliy deb o'ylamayman-da bolalar. Bu isbotlardi, mayli mana isbotlar borki. Mayli, men qo'limni tegirmayman, olib qo'yadi. Barmoqlari bilan ko'rib olamiz kim qilganini. Nima bo'ldi? Jimmy jonimga tegdi, bo'ldi, ignor qilyapman, bu ketmayapti oldimdan. Janob, bitta shunaqa qilmang. Men senga nima dedim? Hozir adminga aytaman. Bo'ldi. Ismingiz nima? Mer boydan beri kimni aytyapti, Jimmy emasmiz. Yo, Toshpo'lat. Jimmy deyotibdi, mer boydan beri bu gapni qaranglar. Hoppa. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan yana Jimmy bo'ldim. Bolalar, hozir men bilmadim nima qilib bularni haydayman, lekin qo'limdan kelgancha haydashga harakat qilaman. Ikkinchi bolalar, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va bolalar, bizga tezroq 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Barchalaringizni yaxshi ko'raman, sog' salomat bo'linglar. Mana bu gul sizlarga. Yuhu.